Ularni endi shiringina bir o'zingizlarga mos, xos laqaminglar bor-da. Ha? Jo'ra pason deyishadi-da. Ha, shiringina-da. Bu ikki ma'noda keladi-da. Ikki jo'ra pasonini, ikki jo'rani pason kiyinishimi, chiroyli kiyinishimi, qay tariqa buni to'g'ri ma'noda tushunsa bo'ladi. Aka bu o'sha 1945-yillari shu ustozlar o'tgan Shahrixonda, Andijon viloyati Shahrixonda Jo'ravoy Ergashvoy degan hofizlar o'tgan. Ha. Endi o'shalarda ular yana juda qiziq odamlar bo'lganda, ashullarni do'ndirib aytmasa ham, lekin kiyimlari juda bejirim, yaltiratib, amir ko'rishlarni chiroyli qilib, Jo'raxon ustozlar davrlarida bo'lganda endi. Ha. O'sha kirgan davrasida kiyimi bilan fayz olib ketganda ular. Lekin bu yoqda hech narsa bo'lmagan. Keyin o'shanga biz ikkalamiz, ya'ni olibda kiyinmasdik endi. Menimcha ikkalamiz ham o'zimizcha kiyinib yurardik. Keyin ustozlarimiz Alloh rahmat qilsin, O'zbekiston xalq hofizi bizga tahsil berganlar. Mahmudjon Tojiboyev ustozimiz. Alloh rahmat qilsin. Ha, jo'ra posanlarim deb keyin shu nom chiqardilar. Institut o'qib yurgan paytimizda konservatoriyada. Keyin ustoz Abduhoshim Ismoilov ham jo'ra posanlar deb. Keyin u yoqdan Baxtiyor Saidulloh ustozimiz jo'ra posanlar. Butun O'zbekiston xalqiga shu jo'ra posan bo'lib nima bo'lib ketdi. Yana u shu jo'ra posan nomi tiklandi. Ha. Endi bilmadim, endi Allohga shukr. O'zingizlar qanaqa qabul qildinglar bular? O'zimizni men keyin u paytlari bilmasdik-ku. Keyin bilsam, keyin tarixdaligi eshitsa bilsak, bir davrada Jo'raxon ustoz Ma'murjon Zohid kelib ashullarni juda ham endi maromiga yetib aytgandan keyin odamlar oho deb qarsak, otangga rahmat, Jo'raxon Ma'murjon devorgan. Bu yerda jo'ra posonlar o'tirib keyin ashula aytishganda yemagan. Yemaganda keyin jo'ra posonlar turka ketdik bu yerdan. Bu yerda Jo'raxon bilan Ma'murjon o'rtoqlari ko'p ekan. Bizga noyob Bizga noyob. Ijodkorlar, san'atkorlar mana shunaqa so'zlari bor-da, noyob degan ajoyib Karmata noyob. Karmata noyob degan narsalari bor-da. El ichida bir shunaqa iboralar bor. Iboralar bor-da. Ko'p